Bugungi video obzorimiz 90 turnikachi yo'lli polni sistemasini и yo'lni o'zini promotka qilyapmiz. Hozir mana ko'rishingiz mumkin. Sistemani yuradigan taraf. Yuz jarayoni ichidagi sirlari. Prozrachniy shtoyning rangi bo'lib qolgan. Bir taraf kacholni o'ziga ulangan, ikkinchi tarafi mana обратный teleskop. Hozir bundan oldin filtrning ahvoli, mana filtrlar qaytarib tiqilib qolgan, ishi ifloslarni suv aylanmay qolgan. Hozir endi buni har doim profilaktika turish kerak sistemani, ya'ni tozalab turish kerak. Endi yo'ldagi teplarni ham zararlanmaydi, nakit yig'ilmaydi, ammo radiatorlar me'yorida ishlaydi. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol xarajat qilinadi.